Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. So'ra karavot narxini bilmoqchi bo'lsalaring, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa sizlarga bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Birinchi qo'l arzon narxlarda. Bundan tashqari, vodiyda shahar markazlariga dastavka bepul, uyingizga borgandan keyin to'lovini qilasiz albatta. Xudo xolasa eng arzoni 2 million 600 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni 8 kishilikdan boshlab tevaga qarab chiqaveradi. Videoda oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Oyoqlari yong'oqdan, har xil sasnadan bo'ladi. To'liq ma'lumotni berib o'taman. Bo'lmasa birinchi kichkinasidan boshlaylik. Mana bunisidan. Bunisi 10 kishilik, razmeri 230 ga 280. Oyoqlari 100% sasna, rossiyskiy sasna bo'ladi. Xudo xolasa laklar qilingan, taxtalari juda ham quruqdan. Pollari shipon qilingan. Har 60 santimetrga, ya'ni laga tashalgan bo'ladi. Taxtalari ham bu joylari o'zi to'rli bo'ladi, lekin pardozi bilan 3-6 qolgan bo'ladi. Xudo xolasa 10 kishi bemalol maza qilib o'tiraverasizlar. Buni narxini xudo xolasa 3 million 300 ming so'mga vodiyda shahar markazlariga dastavkasi bepul bo'ladi. Endi buni xuddi shuni hozir bitta olib ketishdi. Mana buni, mana dastavkaga ketyapti. Buni razmeri 210 ga 270, bu 8 kishilik. Ro'zg'orda bo'lsa 8 kishilik bo'ladi. Juda ham mustahkam, pishiq, taxtalari qulay. Bu dang'ara ketyapti, shopirimiz olib ketyapti. Xudo xolasa uyiga borgandan keyin to'lovini qilaveradi xudo xolasa. Buni narxini 2 million 700 ming so'm qilib berdik. Qadrdonlar, bugungi sanaga hisoblaysizlar. 15 kun, 20 kun yoki bir oydan keyin 100 ming 150 ming so'm qo'shilib qolishi mumkin. Taxtani hisobiga bo'ladi o'shanda ham. Lekin xizmatiga narx qo'shilmaydi. Xizmat o'sha ketaveradi bizda. Faqat taxta oshadigan bo'lsa, biz ham 100 ming so'm, 150 ming so'm oshirishimiz mumkin xolos. Demak, 8 kishiligi 210 ga 270 ligi 2 million 700 ming so'm hozirgi kunda. 230 ga 280 larni bularni hozirda 3 million 300 ming so'mga vodiyga shahar markaziga bepul qilib beryapti. Endi Toshkentdan bo'ladigan bo'lsangiz, yo Vohadan, Samarqand, Bulung'ur, Qashqadaryo, Dehqonobod, Qamashchi, Jizzax, Surxondaryo, Sirdaryo bo'ladigan bo'lsa, akalar, razborni qilib beramiz, ya'ni yig'iladigan variantini qilib beramiz. Yig'ish juda oson. Biz videosini ham tashlab beramiz. O'sha videoga qarab yig'ib olinaveradi. Hattoki samarangizga qo'shib, kilesigacha qo'shib beramiz. Yig'ish juda ham oson bo'ladi. Xudo xolasa muammo yo'q. Qashqadaryo, Samarqand, Buxoroda shopirlar bor. Aytamiz, ishonchli shopirlar. Olib borib berishaveradi, xudo xolasa muammo yo'q. Dastavka qilib beramiz, inshaalloh muammo bo'lmaydi. Bu narxi 3 million 300 ming so'm 10 kishiliga, 8 kishiliga 2 million 700 ming so'm. Endi sal kattarog'i, bunisi razmeri 2,5 ga 3, skromniy so'ri, oyoqlari yong'oq bo'ladi. Quruq yong'oq bo'ladi. Buni narxini xudo xolasa 3 million 800 ming so'm qilib beramiz. Bunga 12 ta odam bemalol sig'averadi. Bu skromniy fasonda. Skromniy quyosh fason deb qo'yiladi buni nomini. Mana taxta ham quruq, ovozdan eshityapsizlar. Pollari shipon. Pollari shipon, quruq taxta qilamiz. Ko'pchilik so'rab turishda karavot yasaydiganlar taxtani bir xilligisi tera ishlatib qo'yadi yoki haligi kalifor ishlatib qo'yadi. O'shaning hisobiga qurigan sari eshilib ketadi. Ya'ni avalniy bo'lib ketadi. Sasna bo'ladigan bo'lsa, qurisa ham eshilib avalniy bo'lib ketmaydi. O'shaning uchun sasna, qayrag'och yoki yong'oq yoki chinordan ishlatilinadi. Zakasiga qarab turib qilinaveradi, xudo xolasa. Demak, 3 million 800 ming so'mga vodiyga shahar markaziga bepul mashinasi. Endi kattaroq oilalar uchun mana bunisini ko'ringlar, bitta baho beringlar. Taxtalar bu joylari ham juda ham qalin, 5 lik qilingan, bitta e'tibor bering. Juda ham qalin. Tevasiga chiqqanda ham g'ichillab, bunaqa boshqa ovozlar chiqmaydi. Pollari shipon. Oyoqlari yong'oq, mana. Yong'oq nimaga qimmat deyilgan savol tug'iladi-da. Chunki yong'oqda 2 yil saqlanadi. Eng kami 1 yil saqlanadi. O'shaning hisobiga pul baylab qo'yadi odam. O'shaning uchun sal qimmatroq bo'ladi. Taxta qalin bo'ladi, xudo xolasa. Balki hozir quruq yorilib ketmaydi. Quruq yorilib ketmaydi. Yong'oq, chinor narxi bir xil yuradi. Chinor ham juda kam qolgan hozir, lekin mana yong'oqdan juda ham chiroyli. Buni narxini xudo xolasa 4 million 700 ming so'm qilib beramiz. 12 ta choyxonada sig'adi, 14 ta ro'zg'orda bo'lsa sig'averadi bunga. Juda ham yaxshi. Endi bunisi bor. Bunisi ham bitalik. Menga besvet bering deganlar uchun, mana besvet yoqtiradiganlar uchun juda ham chiroyli. Juda ham laklari, oyoqlariga bitta baho berib qo'ying. Yong'oqdan qilingan, mana juda ham chiroyli.
Yong'oq juda ham qattiq material bo'ladi, xudo xolasa. Juda ham chiroyli. Buni razmeri 2.70 ga 3 metrli, bu 14 kishilik, tiniq 14 kishi sig'adi, xudo xolasa. O'rtasiga xon qo'yasizmi, atrofiga ko'rpacha qo'yadigan bo'lsangiz ham 14 kishi ichiga bemalol oladi aka. Pollari ham shipon ko'ryapsiz, bir-biriga kiygizilgan bo'ladi. Mana bunaqa holatda bo'ladi poli. Bir-biriga stik bo'lib kiygizib ketadi. Juda ham yaxshi, xudo xolasa. Lagalari ham baquvvat, maza qilib ishlatasizlar. Har 1,5 yilda laklaydigan bo'lsalaring 15 yil bemalol maza qilib ishlatasizlar. 15 yil. Zo'r. Buni narxini xudo xolasa nechta qilib beradi aka? Bu arzonroq qilib bering endi bu ishlarni. Xo'p. Aka 5 million 700 ming so'mga qilib beraman dastavkasi bilan. Dastavkasi ichida. O'zim olib ketaman desa 300 ming o'tib ham beraveramiz. Mustahkam, maza qilib ishlatishadi. Zo'r. 5 million 700 ming so'mga oyog'i yong'oq. 5 million 400 ming so'mga oyog'ini sasnadan qilib beramiz aka. Yo'q, men 300 ming, 400 ming qo'shilsa ham bir yo'li yong'oqdan qilib beravering desa, yong'oqdan 5 million 700 ming, sasnadan bo'ladigan bo'lsa 5 million 400 ming so'mga tayyorlab beraveramiz, xudo xolasa. Narxlar arzon, birinchi qo'lda ishlab chiqarish. Endi xuddi shuni mana 3 ga 3 metrligi. 3 ga 3 da ham juda ko'pchilik so'raydi. Qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondan so'rashadi. Akalar buni yig'iladigan ham qilib beramiz, razborni ham qilib beramiz. Ya'ni oyoqlarni alohida qilib turib, yana bir-biriga kiygiziladigan qilib beramiz. Bir-biriga kiygiziladigan qilib beriladi. Xudo xolasa mustahkam. Kargodan ham berib yuboryapmiz. Kargodan olib ketishyapti. Laklariga ham baho berib berasizlar. Garbili ham juda ham kam. Endi taxtani o'zi zavodskoy, hamdaqangi garbilar bo'ladi. Kichkina ko'shchalari bo'ladi. Bu tabiiy bo'lish. Xo'p. Razmeri 3 ga 3. 3 ga 3. Pollari shipon. Har 60 sm ga qalinlarga tashalgan. Bundan tashqari oyog'iga bitta baho bering. Qayrog'och. Qayrog'och quruq. Qarang, juda ham chiroyli ko'ringan. Qayrog'och juda ham qalin. Buni ishlov berguncha ham o'zi odamni ezib tashlaydi. Mehnati juda ham katta. Buni nechta qilib beraylik aka? Buni ash katta so'raysiz, arzonroq qilib bering obunachilarga aka. Aka buni 6 million so'm qilib beraman. 6 million so'mga dastavkasi bilan o'zim olib ketaman desa 5,5 million so'mga olib ketaversin. 5,5 million so'mga o'zim olib ketaman desa vodiyga olib ketaversin. Chunki aka to'g'risini aytaman, o'zimga 5 millionga tayyor bo'lgan 500 ming so'm, ana qiladi 500 ming so'm yo'l kirasiga qo'shiladi. 6 million so'mga vodiyga, shahar markazlariga libojoy ketadi. Endi shuni ko'proq voha ham ko'proq olyapti buni aka, voha. Endi ko'proq tevasida yotamiz deydi, boshqa u bu. Olib ketsa ham bo'laveradi, shopirlar bor, berib yuboramiz ham. Vohaga jicha narxi 300 ming qo'shilib qoladi yo'l kirasiga, lekin berib yuboryapmiz, muammo bo'lgani yo'q. Endi bundan tashqari bunisi bor aka. Bunisi hali o'ymakorlikda, neobichniy narsalarni yaxshi ko'radiganlar uchun mana o'ymakorlik, oyoqlari yong'oq. Bu qora nuqtalari nima desa, bu daraxtning o'zidan ichida chiqadigan narsa bo'ladi. Biz ham butun yong'oqni olib kelib, mana shunaqangi shakl beriladi. Bilyapsiz, ichidan nima chiqishini biz ham bilmaymiz-da aka. Ichidan nima chiqishini bilmaymiz. Masalan, qora chiqadi, mana bunaqangi qora yo'llar chiqib qoladi. Lekin o'sha butun narsa bu. Albatta qiyig'i yo'q, boshqasi yo'q. 4 oyog'i yong'oq, razmeri 2.70 ga 3 metrlik qilingan aka. Xudo xolasa, mana ham ko'ryapsiz. Naqshini ham ko'ryapsiz. Kimdir naqshini mana shu yerdan yopishtirib qo'yadi. Mana shu joydan kimdirlar yopishtiradi. Lekin bu mana shunchalik taxtani rabarda o'tkazib, sekin gul berib, shakl berib olib ketiriladi aka. Bu butun, bati yopishtirilmagan. Mana bu yerdan gul berib yopishtirilmagan. O'yilgan, ishlari ham o'yilgan aka. Ko'ryapsizmi? Bitta butun taxtadan bo'lgan. Bitta butun taxtadan o'ylab, frezerda o'ylab chiroyli chiqarilgan. Pollari shipon 2.70 ga 3 metr, atroflari polni gulli bo'lgan, oyoqlari yong'oqdan bo'lgan. Buni narxini aka xudo xolasa 5,5 million so'mga qilib beramiz. Bunga ham tiniq ro'zg'orda bo'lsa 14 kishi, uyda choyxonada bo'ladigan bo'lsa 12 kishi sig'oradi aka. Shunaqa gaplar. Bundan tashqari bu tomonda ham bor, kelinglar. Endi hozir yomg'ir borligi uchun yomg'ir yoqqanligi uchun mekam tikka turg'izib berganmiz, bu yerda shiklatimiz bor mana. Bu ham 3 ga 3. 3 ga 3. Oyoqlarini qarang, qalinligi 14 lik bo'lgan oyoqlar. 14 sm. Mana lagalari. Tagini ko'ryapsiz. Baquvvat.
Lagasini qarang, nechta tashalgan. 3 ga 3 so'riga 5 ta tashalgan. 2 chekka bilan 7 ta laga tashalgan aka. Bu chiqqandan keyin 14 kishini ko'tarishi ham bor-ku. Mana mashina 5 million 400 ming so'mga qilib berdim aka. Buni ham dastavkaga chiqarib boraman, xudo xolasa. Bu tomonda ham bor. Bu tomonda ham bor, endi orqada kamerada ko'rinmaydi. Bundan tashqari oyog'iga g'ildirak ham qo'yib beramiz. Xolasa, mashinatiga turba moslab turib, g'ildirakni o'sha turbaga qatirib beramiz. Samarangizda. Qatirib beramiz. Aqdan baqa bu katta so'ri bo'lganligi uchun olib ketishga, aqa-baqa jildirishga qulay bo'ladi. Uyda ayollar ham bemalol stopini bosib turib, bemalol itarib, aqa-baqa joyini almashinishaveradi. Shunaqa. Hali yaxshi katta balonni qo'yib berasiz. Albatta. Kelib ko'raman deganlar uchun manzil Marg'ilonda, Qumtepaning yo'lida kelib ko'rishsa ham bo'laveradi. Ekran nomerlarga Telegramdan karovat kerak, so'ri kerak deb yozsa, bemalol yetkazib beramiz.